Assalomu alaykum aka-ukalar, mahalla-ko'y qarindoshlarimiz, uzoq yaqin gurbadiylar, hammalaring bizga yordam qilganlardan ilohim Alloh rozi bo'lsin. Hozir bugun juda bir ajoyib kun bo'ldi. Tavba qildim. Analizlar Allohga behisob shukrlar bo'lsin. Kelib ko'zim bilan ko'rdim. Hammasini oson basakan chiqqan kasallarni ham ko'rdim, lekin men o'sha operatsiya stolidan saqlab qoldi Alloh. Hammalaring duolaring bilan qolaversa. Onamni duosi, Fardim domla aytdi, onangiz bor qo'rqmang dedi, duosi. Hozir mani jigarim seroz bor ekan, endi beta virus matda ham chiqdi. Lekin hozirga to'g'ri kelmasa ekan, boshqa jigarni qabul qilmaydi deyapti. Jigarning holatini ko'rdi doktor. Ilohim, ming rahmat, ona o'ta kuchlik unaqa vrach ekan. Balkim bilmayman, boshqa joyda bo'lganda operatsiya qilib yuborishi ham mumkin. Biz mana tayyor keldik, hamma yoqqa analizlarimizni ham tayyor qildik. Hamma yoqqa tayyor bo'lib keldik. Tavba qildim. O'zim ham so'radim Xudodan. Operatsiya stoliga o'tkazilmagan deb so'radim. Ilohim Allohga behisob shukrlar bo'lsin. Hammalaringga ming rahmat, Alloh rozi bo'lsin hammalaringdan. Xudo xolasa, bizga shu opamiz, Sanobor opaga ming rahmat. Ilohim Alloh rozi bo'lsin. Bizga hech qanaqa mana qiynalmadik. O'zi olib kelib, hamma tekshiruvlardan o'tkazdi. Kvartiramni ta'minladi, ovqat, oziq, ish qilib O'zbekistondan bilmayman, yaxshi O'zbekistonda yurganda yurdik. Hech qanaqa qiynalchilik bo'lmadi, xudo xolasa. O'ziga yarasha hurmati bor ekan opani. Alloh rozi bo'lsin, ilohim rahmat.